Kastratsiya va sterilizatsiya mushuklarga o'zi nima uchun qilinadi? Kastratsiya va sterilizatsiya mushuklarni tartibsiz ko'payishini oldini olish uchun. Kastratsiya asosan erkak mushuklarda qilinadi. U erkak mushukni mest qo'ymasligi, ko'chaga daydib chiqib ketmasligi, ko'chaga chiqib ketib har xil travmalar olib, og'ir holatdagi o'limga olib ketiladigan holatga tushmasligi uchun qilinadigan protsedura hisoblanadi. Sterilizatsiya jarrohlik amaliyoti asosan qiz bola mushuklarda qilinadi. Bu mushuklarning balog'atga yetgandan keyin matkada turli o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni viyasga qildirilmagandan keyin miomalar, kistalar va endometrit, piametritlar kuzatilishi mumkin. Shu kasalliklarni oldini olish uchun sterilizatsiya amaliyoti juda ham muhim hisoblanadi. Ikkala tur operatsiyada ham kastratsiya va sterilizatsiya ham общий narkoz ostida, ya'ni umumiy narkoz ta'sirida qilinadigan operatsiya hisoblanadi. Bu jarayonda hayvon umuman og'riq sezmaydi va operatsiyadan juda ham приятный, ya'ni qulay holatda chiqadi. Qiz bolada sterilizatsiya qilgandan keyin hech bo'lmasa 3 kun antibiotik terapiya tavsiya qilamiz, chunki ularda salgina jiddiyroq operatsiya amaliyoti o'tkaziladi. O'g'il bola mushuklarda bo'lsa, o'sha kunning o'zida shirok spektrdagi antibiotiklar qo'llaniladi va jarohat joylari spirt yoki betadinda 5 kundan 7 kungacha obработка qilish tavsiya beriladi. Kastratsiya va sterilizatsiya amaliyotlaridan asosiy maqsad mushuklarning kasal bo'lmasligi, palapartish ko'paymasligi va uzoq umr ko'rishi hisoblanadi. Ushbu videoni mushugini kastratsiya va sterilizatsiya qilishdan qo'rqib turgan tanishingizga jo'natib qo'ying.